boshlanganidan keyin sukut ostidan bir ovoz ko'tariladi. Alloh Isrofil alayhissalomni yana tiriltirib, so'lga qayta puflashga amr etadi. Hisob-kitoblar tugagach, do'zax ustidan jannatga cho'zilgan bir ko'prik barpo etiladi. Sirat ko'prigining ikki tomonida osib qo'yilgan ilmoqlar bor. Ular ularga topshirilgan odamlarni ushlab qolish vazifasini bajaradi. Yo'q, iltimos, yordam bering. Yo'q, yo'q. Rahmonning buyuk qudrati oldida barcha tovushlar jim bo'ladi. Endi faqat pichirlashlar eshitiladi, chunki qiyomat allaqachon yuz bergan. Ammo aslida hammasi endi boshlanmoqda. Isrofil alayhissalomning suvga puflashi bilan ikkinchi hayot, ya'ni qayta tirilish boshlanadi. Endi mahshar maydonida qayta tirilish ro'y beradi. Birinchi odam ato-aslidan to oxirgi odamlargacha bo'lgan barcha insoniyat birma-bir qayta tiriladi. Endi biz bilgan dunyo yo'q, butunlay boshqa makon, boshqa olamdamiz. Bu yer butun insoniyat to'planadigan ulkan maydon, mahshar maydoni. Insonlar dahshat va qo'rquv ichida, ko'zlari katta ochilgan holda qabrdan chiqib kelishadi. Go'yo chuqur uyqudan uyg'ongandek. Hamma yalang-oyoq holda tez-tez yurib bir yoqqa tomon ketmoqdalar. Ammo ularni qamrab olgan vahima shunchalik dahshatliki, bir-biriga qarashga ham yuraklari betlamaydi. Kim nima qilayotganini bilmaydi. Ular chigirtkalar kabi to'rt tarafga tarqalib yugura boshlaydilar. Holbuki bu manzara ularga avvaldan ogohlantirilgan edi. Qur'onda shunday deyiladi. Ular dahshatdan ko'zlari qotgan holda qabrlaridan chiqib, chigirtkalar kabi to'planadilar. Ular bu kun juda og'ir kun deydilar. Har bir insonning yonida ikki farishta bor. Biri uning amaliga guvoh bo'ladi, ikkinchisi uni mahshar maydoniga olib boradi. Allohdan qo'rqqan, unga itoat bilan yashagan mo'minlarning yuzlari nurli, xotirjam holda yurib yoki o'z otlarida ketadilar. Iymondan yuz o'girganlar esa yuzlari bilan sudralib, zo'rlik bilan hisob joyiga olib boriladi. Ba'zilarning yuzlari nurli, ba'zilari esa qo'rquv ichida turishadi. Insonlar atrofda yaqinlarini izlaydi, lekin foydasiz. Endi har kimning yagona tashvishi o'z jonini azobdan qutqarishdir. Qur'onda aytiladi: gunohkor kishi istadiki, o'sha kunning azobidan qutulish uchun o'g'lini, xotinini, birodarini, uni himoya qilgan butun oilasini va yer yuzidagi hamma narsani fido qilib, faqat o'zini qutqarish payida bo'ladi. Iltimos, meni qoldiringlar. Xohlasangiz, xotinimni oling, do'stlarimni olinglar. Faqat meni qo'yinglar. Inson dunyoda kim bilan do'stlashgan bo'lsa, kimning so'zini tinglagan bo'lsa, ana o'sha odamni mahshar kuni ham izlaydi. Yetakchi kofirlarga, gunohkor do'stlariga ergashib yurgan bo'lsa, o'sha kuni ularni topishi bilanoq yoqasidan ushlab, Dunyoda sen nima degan bo'lsang ham shuni qilar edim. Aytchi, endi nima qilay? deydi. Lekin o'sha yetakchilar orqalariga qaramay qochib ketadilar. Ularning ergashganlarini ko'rishni ham istamaydilar. Ularga ergashganlar esa ming afsus bilan Koshki dunyoga yana qaytish mumkin bo'lganda edi. Ular bizdan uzoqlashgan edik. Biz ham ulardan uzoqlashgan bo'lardik, deydilar. Rivoyatlarga ko'ra jamoaviy hisob-kitob, ya'ni umumiy gunohlarga aloqador hisoblar shaxsiy hisobdan avval ko'rinadi. Mahsharda "Ey falon gunohni qilganlar, turinglar" degan nido eshitiladi. Bu gunohni qilganlar o'rnidan turadilar va butun mahshar ahli qarshisida rasvo va sharmanda bo'ladilar. Mahshar shu qadar uzoq davom etadiki, ba'zi rivoyatlarda bu muddat 1000 yil, 50 ming yilgacha cho'zilishi aytiladi. Ammo mo'minlar uchun bu vaqt yengil va tez, kofirlar uchun esa nihoyatda uzoq va og'irli bo'ladi. Bu dunyoda 40 daraja issiqqa toqat qilolmagan insonlar o'sha kuni qizdiruvchi quyosh ostida uzoq muddat turadilar.
O'sha kuni quyosh insonlarga hech qachon bo'lmaganidek yaqinlashadi. Insonlar issiqdan erib ketadilar. Kimdir to'pig'igacha, kimdir tizzasigacha, kimdir yelkasigacha o'z teriga g'arq bo'ladi. Bu uning dunyodagi gunohlariga yarasha. Ammo o'sha kuni mo'minlarga g'oyibdan bir soyabon bor bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytganlar, o'sha kuni Alloh o'z arshining soyasida 7 toifadagi kishilarni panohga oladi. O'sha kunda boshqa bir soyabon bo'lmaydi. Ular adolatli hokim, Robbiga ibodatda poklikda ulg'aygan yosh yigit, qalbi masjidlarga bog'langan mo'min, bir-birini faqat Alloh uchun sevgan, uchrashuvlari ham, ayrilishi ham Alloh uchun bo'lgan ikki kishi. Go'zal va mansabli ayolni men Allohdan qo'rqaman deb rad etgan yigit, o'ng qo'li bergan sadaqani chap qo'li bilmaydigan darajada yashirin ehson qiladigan kishi, yolg'iz qolganida Allohni eslab ko'zidan yosh to'kkan banda. Boshqa bir hadisda esa shunday deyiladi: kim qarzdorlikka qiynalgan kishiga muhlat bersa yoki qarzining bir qismini yoki barchasini kechsa, Alloh taolo o'sha kuni hech qanday soya bo'lmagan kuni o'z arshining soyasida panohiga oladi. Kutish davri cho'zilib ketgan paytda Alloh taolo birinchi bo'lib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalomning hovuzlarini tayyorlaydi. Bu hovuz mahshar maydonining bir qismida bo'ladi. Ya'ni odamlar uzoq vaqt Alloh huzurida turib kutishgan joyda. Agar bir kishi hayoti davomida dinini o'zgartirmagan, sunnat asosida yashab vafot etgan bo'lsa, unga o'sha hovuzdan ichishga ruxsat beriladi. Bu esa Rasulullohning hovuzlaridan suv ichish baxtiga erishganlar uchun birinchi tinchlik va umid manbai bo'ladi. Keyin esa har bir payg'ambarlarning hovuzlari tayyorlanadi. Ularning ummatlaridan solihlar u hovuzdan suv ichishadi. Ammo buyuk mahkama hisob kuni hali boshlanmagach, mo'minlardan bir guruhi payg'ambarlarga shafoat so'rab murojaat qilishga qaror qiladi. Avval Hazrati Odam alayhissalomga boradilar, so'ngra Hazrat Ibrohim, Muso va Iso alayhissalomga murojaat qiladilar. Ammo har bir payg'ambar boshqa payg'ambarlarga yo'llantiradi. Oxirida esa Iso alayhissalom bu ish Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tegishlidir deydi. So'ngra insonlarga rahmat qilib yuborilgan Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam sajdaga bosh qo'yadi va Alloh o'rgatgan maxsus duo bilan shunday murojaat qiladi. Bu duo shunchalik chuqur, samimiy va buyuk bo'ladiki, olam yaralganidan beri hech kim Allohni bu darajada madh etmagan bo'ladi. Shunda Alloh taolo: ey Muhammad, boshingni ko'tar, so'raganing beriladi, shafoat qil, shafaating qabul etiladi deydi. Shunda payg'ambarimiz ummatining jannatga kirishi uchun shafoat qiladi. Alloh bizni ham o'sha shafoatga erishganlardan qilsin. Amin. Barcha insonlar bir safda tizilishadi. Shu paytda chap tomondan dahshatli bir ovoz va g'alang qo'ng'ir eshitiladi. Bu ovoz jahannamning g'azabli hayqirig'i. Jahannam qaynab, g'azab bilan titrab turadi, go'yo sabrsizlik. Chunki u qarshisida zulm qilganlar, gunohga botganlar, Alloh va payg'ambarini inkor etganlar, mo'min va mo'minalarni masxara qilganlar, ko'plab begunohlarni o'ldirgan kofirlarni ko'rmoqda. Ular esa qo'rquvdan toshdek qotib qolishadi. O'ng tomonda esa jannatning go'zalligi va nuri ko'rinadi. Dunyoda Allohga iymon keltirgan, payg'ambarlariga itoat qilgan mo'minlar yuzida xursandlik va umid bilan tushadi. Endi har kimga amal daftarlari topshiriladi. Jannat egalari Ashobul Yamin daftarini o'ng qo'lidan, do'zax egalari esa Ashobul Shimol daftarini esa chap yoki orqa tomondan oladilar. Qur'onda aytiladi: kitob, amal daftar onalarga qo'yiladi. Gunohkorlarni unda yozilgan narsalardan dahshatga tushgan holda ko'rasan. Ular: voy bizga, bu qanday kitob o'zi, kichik katta hech narsa qoldirmay hammasini yozib chiqibdi deydilar. Shunda ular qilgan barcha amallarini o'z oldida topadilar. Sening Robbing hech kimga zulm qilmaydi. Ko'shkiydi men shaytonga ergashmagan bo'lganimda edi. Endi kech shaytonman. Mening dunyoni bilsaydi. Koshki bu nafsimga bo'ysunmagan bo'lganimda. Koshki tuproq bo'lganimda edi.
Mo'minlar esa daftarlarini o'ng qo'lidan berilganlarini ko'rib shunday deydi: "Oling kitobimni, o'qing. Men bu hisobga duch kelishimni bilardim." Ular rozi bo'ladigan baxtli hayot ichidalar. Ular uchun oson teriladigan mevalar bilan to'la jannat tayyorlangan. Ularga oldin qilgan amallaringiz uchun bemalol yenglar, ichinglar, rohatlaninglar deydi. So'ngra hisob-kitob boshlanadi. Har bir inson o'z amali uchun javob beradi. Bu jarayon uzoq davom etadi, ammo shohidlar juda tanish bo'ladi. Insonning og'zi muhrlanadi, u gapira olmaydi. Qo'llar va oyoqlar nima qilganlarini aytib beradi. Hisob-kitoblar tugagach, do'zax ustidan jannat sari cho'zilgan buyuk ko'prik, Sirot ko'prigi quriladi. Biz dunyoda sochdan ingichka, qilichdan o'tkir ko'prik haqida eshitganmiz. Mana endi u paydo bo'lmoqda. Har bir inson bu ko'prikdan o'z amaliga qarab o'tadi. Kimdir chaqmoq tezligida, kimdir esa shamoldek yelib, kimdir qush kabi uchib, kimdir esa sudralib, og'riq va azob bilan yurishga urinadi. Ko'prikning ikki tomonida temir iglaklar osilgan bo'ladi. Ular Alloh tomonidan buyurilgan kishilarni ushlash bilan vazifalangan. Yo! İltimos yordam bering. Yo! Ba'zi insonlar ilgaklar tomonidan tirnalib, yaralangan holda qutulishadi. Ba'zilari esa ilgaklar tomonidan ushlanib, do'zax tubiga uloqtiriladi. Do'zax esa shunchalik to'yimsiz och bo'ladiki, unga to'ydingmi deb so'ralganda u Yana yo'qmi? deb hayqiradi. Uning olov alangasi shovqinli oyoqlarimiz ostida lovillab, dahshat bilan yonadi. Biz pastga qaramaslikka harakat qilib, faqat ko'prikdan o'tishga harakat qilish haqida o'ylaymiz. Atrofda esa ba'zilar gunohlaridan pushaymon bo'lgan. Ba'zilar esa do'zaxga qulagan. Ba'zilar dunyoda taqvodor bo'lgan, shu bois tez va og'riqsiz o'tib ketayotgan kishilar. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi: sizlardan biror kimsa yo'qdirki, do'zaxning ustidan o'tmasin. Bu Robbing uchun qaror topgan hukmdir. Alloh Sirot ko'prigidan oldin butun atrofni zulmatga to'ldiradi. Insonlar faqat o'zlariga berilgan nur bilan yuradilar. Ammo bu orada munofiqlar ham bo'ladi. Ular zulmatda qoladilar. Avval boshda mo'minlar bilan birga yuradilar, so'ngra ular bilan oralariga bir devor tortiladi. Qur'onda bu manzara shunday tasvirlanadi: munofiq erkaklar va ayollar mo'minlarga "Bizga qaranglar, sizlarning nuringizdan foydalanaylik" deydilar. Ularga "Orqalaringizga dunyoga qaytinglar, o'sha yerda nur izlanglar" deyiladi. So'ngra ular bilan mo'minlar orasiga bir devor tortiladi. Ich tomoni rahmat, tashqi tomoni esa azobdir. Munofiqlar nolib so'raydilar: Biz dunyoda sizlar bilan birga emas edikmi? Mo'minlar javob beradilar: ha, lekin siz o'zingizni yoqdingiz, bizlarga yomonlik so'zladingiz, Allohning hukmini inkor etdingiz, shaytonning hiylalariga qondingiz. U yolg'onchi shayton Alloh haqida sizni ham aldadi. Sirot ustida 7 to'xtash joyi mavjud bo'lib, har birida 7 savol beriladi. Va insonlar har bosqichda o'z amallari bilan javob beradilar. Agar iymonimiz mustahkam bo'lsa, Sirot ko'prigidan osonlik bilan o'tamiz. Endi ikkinchi manzilga yetamiz. Bu yerda imtihondan keyin eng buyuk haqiqat namoz haqida so'raladi. Agar namozingiz to'liq ixlos bilan ado etilgan bo'lsa, hisobing yengil bo'ladi. Uchinchi bosqich mol-mulk qayerga sarflangan, kimlar bilan bo'lishganing haqida savol beriladi, ya'ni zakot berganmisiz degan savol. To'rtinchi manzilda esa ro'za ibodati so'raladi. Nafsiga ergashib ro'za tutmaganlar esa bu yerda qattiq pushaymon bo'ladilar.
5-mavzuda haj ibodati haqida savol bo'ladi. Mol yeti turgan, lekin beparvolik bilan hajga bormaganlar ham javobgarlikka tortiladi. 6-bosqichda insonlarning haqqi va qarindoshlik rishtalarini saqlash haqida so'raladi. 7-bosqich esa poklik, ya'ni g'usl va tahorat masalasi yuzasidan hisob olinadi. Barcha bosqichlardan so'ng do'zax o'ziga tegishli bo'lganlarni yutib oladi va endi jannat o'z egalari uchun eshiklarini ochadi. Allohdan qo'rqqan, qalbi Alloh sevgisi bilan urgan, gunoh qilsa ham doim tavba bilan yashagan, namoz bilan Allohga yaqinlashgan insonlarni Alloh hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Qur'onda ular haqida ko'plab mujdalar bor. Maryam surasida shunday deyiladi: "So'ng biz iymon keltirgan va yomonliklardan saqlanganlarni najot qilamiz, zolimlarni esa tiz cho'kkan holda u yerda qoldiramiz." Allohga iymon keltirib, dunyo va oxirat uchun foydali amallar qilganlarga mag'firat va ulkan mukofot va'da qilingan. Va endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'prik oxirida ko'rinadilar. U zot rahm va shafqat bilan ummatlari uchun duo qiladilar. Yo Rabbim salomatlik ber. Yo Rabbim salomatlik ber. U zotning ummatlariga bo'lgan muhabbati ona bolasiga bo'lgan muhabbatidan ham kuchliroq. Dunyoda qalbi Alloh uchun urgan, Rasulullohni sevgan mu'minlar o'sha kuni ko'prikdan o'tib jannatga kiradilar va abadiyat sari yo'l oladilar. Inshaalloh, agar biz ham bu yo'lni muvaffaqiyat bilan bosib o'tsak, barcha sayohatlarning so'ngida boriladigan joy shunchalik go'zal joyki, payg'ambarimizning so'zlari bilan jannatni na bir ko'z ko'rgan, na bir quloq eshitgan va u hech bir insonning xayoliga ham kelmaydigan joydir. U yer abadiy baxt, huzur, tinchlik va lazzatlar diyoridir. Va eng buyuk ne'mat Allohning yuzini ko'rish baxtidir. Endi esa savol: jannat aslida qanday joy? U yerda bizni nimalar kutmoqda? Bularning barchasini 4-qism Jannat va do'zax bo'limida bilib olasiz. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.